Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar Ali Barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Issiqxona va yer maydonlari bo'sh turgan tadbirkor dehqon akalarimiz diqqatiga. Sizlar uchun bitta zo'r biznes g'oyamiz bor. Videoni oxirigacha ko'rib tursanglar, gap nima haqida ketayotganligini bilib olasizlar. Xudo xolasa, mana shu videoni ko'rsanglar, vaqtingizga achinmaysizlar. Shunaqangi zo'r foydali videolar olib boramiz. Xabaringiz bo'lsa, Ali Baraka bizning joyimizga kelgan edi. 10 tarafda 1 gektarga yaqin teplisamiz bor edi va bu yerda ko'rayotganingizda malina ko'chatlari ekishtirilgan. Bizning eng yaqin odamimiz To'rabek aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ayyomlar bor bo'lsin. Birga bo'lsin. Birga hamkorlikda ishlayotgan malina ko'chatlarga qarab o'zlari eng zamonaviy, hozirgi talabga javob beradigan malinalar yetishtirib boradilar. To'rabek aka, mana shu malinalar haqida qisqacha ma'lumotlar berib ketsangiz. Bu qanaqa turi, qanaqa sorti bu? Qayerdan olib kelgansiz? Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga Ramazon muborak bo'lsin. Meni ismim To'rabek, dehqon emasman, havaskor dehqonman. O'zim iqtisodchiman. Shu g'oya kelib qoldi, shu qanaqa qilib O'zbekistondagi shu tomorqa egalari mana shu istilmagan teplitsadan qanaqa foydalansa bo'ladi, ya'ni qanaqa daromad olsa bo'ladigan bir g'oya bor edi. Shu mana shu g'oyani shu malina ekinda ko'ryapman-da. Sababiki ancha izlanishida keyin salkam bir 4-5 yildan bir izlanib oxir oqibat chet el safarlarga ko'p chiqdik. O'rganib shu oxiri shu Polsha davlatdan mana shu malina ko'chatidan olib kelishga muvaffaq bo'ldim. Polshadan keyin ko'chatlar bular. Hello To'rabek, I decided to make a film to explain what is my idea. Hello Bartek. Hope you are fine. I just removed the plastics. Polyethylene bags. Seems to me it's good. It's really good. Buni afzalligi juda ko'p ekan, sababiki hozir zamonda ham, dunyoda ham davr talabi Covid kasalligidan keyin vitaminga bo'lgan talab juda oshib ketdi. Yildan yilga xalq ham o'syapti, hammani o'sha oziq-ovqat xavfsizligi narsa bor. Shu jumladan shu narsa O'zbekistonga kirib kelmoqchi ekin turi. Men shuni xursandmanki, odamlar shunga qiziqib ekayotganlar. Hurmatli yurtdoshlar, bugun 2025-yilda 2-sentyabr sanasi. Mana shu Delta va sorti malinalarni tergani keldik. Mana bu malinalarimizni shu yil 2025-yilda may oxirlariga ekkanik shu yoqda. Mana ko'chatlarni ko'ryapsizlar, hali yosh. Mana natijaga erishib turibmiz. Inshaalloh kelasi yilga hosilimizdan ham mo'l bo'ladi degan umiddamiz. Lekin buni ham o'ziga yarasha zahmati bor ekan. Rahmat shu Ali Baraka korxonasiga, rahbariyatiga. Salomat bo'ling. Shular bizga yo'q demasdan o'ziga taklif berishdi. Mana shu turgan istilmagan issiqxonamiz bor, nima qilsa bo'ladigan fikr bor edi. Mana shu fikrga biz ham labbeda javob berib, mana shu narsani shu yerga amalga oshirishga muvaffaq bo'ldik. Bu yil shu yerda 3-yildan beri dehqonchilik qilyapmiz. Pasti mana bu yil 3-yil bo'ladi. 3-yil bo'ladi bu yil. Assalomu alaykum. Bugun 2023-yilda 2-may sanasi Polshadan keltirilgan dilli va sortli malinani olib kelib ko'chatlarni taxlab oldik. 1-2 kun ichida buni yerga o'tkazishlarni boshlaymiz. Ko'chatlarimiz hammasi a'lo darajada kelgan. Bular o'sha in vitro usulda yetishtirilgan ko'chatlar ekan. O'sha Polshaga o'zim shaxsan borib ko'rib, buni yetishtirgan insonlar bilan tanishib, ularning fikrlarini olib, keyin bu yerda bizdan oldingi shu ko'chatlarni olib kelgan ustozlarimiz bor. Ularning maslahatlarini olib, keyin to'g'ri tanlovmi, yo'qmi deb keyin o'ylab oxiri oqibat shuni olib keldik mana shu ko'chatlarni ekdik. Ekib ko'rdik, haqiqatan bizning sharoitimizga tushdi desam bo'ladi, adashmayman. Natijasi yaxshi. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 2024-yil 1-mart sanasi, haftaning juma kuni, Xibray rayonini O'nqo'rg'on qishlog'ida joylashgan Teplitsada mana bugun Polshadan keltirilgan dilli va navidagi malinani, remontantli malinani ekishni boshlab oldik. Mana hozir ko'ryapsizlar, Toshkentda ham ko'p supermarketlar ochilib ketdi. Dehqonchilik qilish qiyin. Shu odamlar sal injiq, shuning uchun odamlarning shu didiga mos bo'ladigan shu shu mahsulot yetkazish kerak, xullas kalom. Albatta. Hozirgi zamonga talabga javob beradigan deb aytdik. Xabarimiz bo'lsa, adashmasam, Korzinkaga ham o'zi tarqatasiz. Korzinka ham bizning bir xaridorimiz. Bundan tashqari o'zimiz yaqin insonlar bor. O'shalarga ham beramiz. Qarindosh urug'lar bilan iste'mol qilishadi. Lekin hali hech kimdan yomon gap eshitganimiz yo'q. Hammaga ma'qul kelyapti. Nimaga men Korzinka deyapman? Chunki o'zingiz bilasiz, xabaringiz bor, pashte premium darajadagi insonlar ham o'sha Korzinkaga borib,
ro'zg'or qilishadi. Ya'ni bu ko'chatlar ham o'sha haqiqatdan talabga javob beradigan. Bu yerda o'zi mana hozir pashti 1 gektarga yaqin joy bo'lsa, bu yerda necha xil o'zi malinalar bor? Bu yerda asosan bir 99% bir sort malina, bu Delniva degan sort navli malina bu. Delniva. Delniva. Polshani shu oxirgi sortlardan bittasi bo'ladi. Tashqarida boshqa sortlar ham bor. Endi ular hozir ular ko'p emas, ular hozir test test qilyapmiz, ko'ryapmiz bu narsani. U ham natijasi yomon emas, potensiali bor ekan. Ko'ramiz uni ham. Asosiy e'tibor mana shu Delnivaga bo'lgani uchun shu Delnivani ko'proq olib kirgandik. Bular o'z kichkina ko'chat, bu sal qalin ko'ryapsiz, bu qarasanglar qalin bo'lib ketgan bo'yicha, sababiki bu ko'chatxona sifatida foydalanildi bu yerda hozir. Bu yerda ko'paytirib oldik. Sababiki men buni ko'rishim kerak edi, qanchalik bu anaqasi darajasi qanaqaligini. Yildan yilga bu mevani hosillarga oshib borar ekan. Endi buni hozir tarqatishim kerak buni hozir. Shuning uchun tarqatish kerak. Bu hozir bular siqilib qoldi bular. Endi bu yerda endi xudo xolasa bularni ham shu Toshkent parket rayoni bor. O'tgan yil yoqqa bir ekib ko'rgandik. Dehqonlarga ma'zur keldi bu narsa. Parkentga уже jo'natyapsizlar. Parketga ekib ko'rdik. Ekib ko'rdik. Natijasi qanaqa chiqdi? Natija zo'r. Zo'r. Natijasi zo'r. Bugun 2025-yil 14-may sanasi. Shu Delniva navdiy malinalarimizni kumushxonga chiqarib olamiz. Ya'ni hosil berdi. Hosil berdi. Birinchi yilda o'zi hosil berdi. Buni o'zini o'sha kitobi bo'yicha potensiali bir 15 tonna deyilgan. Lekin kamida bir 10 tonna olsa bo'ladi. Bemalol 10 tonna. 10 tonna qancha joydan 10 tonna oladi? Gektarga bir 10 tonna olsa bo'ladi. Gektariga 10 tonna. 10 tonna. Birinchi hosilda. Birinchi hosilda. Shu birinchi hosil emas, shu endi o'sha общий hosil kirib ketgandan keyin shu 10 tonna olsa, lekin birinchi yil o'zida nishona berishni boshlaydi bu. Joylashib olgandan keyin. Xo'p, misol uchun meni teplisam bor, mashina menda ko'chat berdingiz, men yetishtirdim. Ve aytganingizni birinchi hosil o'zida men уже hosil olaman. Birinchi yil o'zida hosil nishona olasiz, nishona olasiz. Xo'p, To'rabek aka, o'shanda aytmoqchisiz, mana shunaqangi quruq, oddiy teplisalar, ya'ni plyonka tortilmagan oddiy joylarda olib borib, ya'ni yer maydonlari, o'sha tomorqada deysiz, o'sha joylarga borib foydalansa, ya'ni ekib hosil olsa bo'ladi. Bemalol bu qo'shimcha daromad sifatida juda yaxshi ekin turi ekan. Juda unaqa injiq emas. Juda hech qanaqa qiyinchilik yo'q uni o'stirish. O'zim ekadigan o'zimizni akalarimiz bor. Bir guruhni olib borib shu Rossiyaga borib safar qildik. Ular ham mana eksa bo'lar ekan, xursand bo'lib ketishdi-da mana. Rossiyada borib malina terib yurishibdi. Malina terib. Biz hozir Kazan shahrida atrofli daladamiz. Mehmonlar bular asosan kishmish yetishtirishadi. Mana endi malina terishyapti. Xudo xolasa agar nasib qilsa malina ham yetishtiramiz deyapti. Shu malinaga havas bor, harakat bor. Qalay ekan, yaxshimi, yo'qotdimi? Yaxshi. Mazasi qanaqa? Mazasi ham yaxshi, terish ham yaxshi. Yiriligi yaxshi, ezilib ketmasligiga pishganini to'rsa chiqib kelaverar ekan. Yaxshi ekan. Hozir bular endi aytmoqchimanki, talab katta ekan Rossiya demoqchiman-da. Talab katta. Talab juda katta. Shuning uchun biz bu narsani o'sha yerda yetishtirsak, sababi bizda juda afzalliklar ko'p-da. Bizda hosil erta chiqadi. To'g'ri. Sifati juda a'lo, rangi, mazasi, ob-havo sharoitlari ob-havo zo'r, mehnatkash xalqimiz bor. Hamma tomorqasi yetishtirsa bo'ladi bu narsani. Shu narsani bir yo'lga qo'ya olgan bo'lsak, mana bozor bor, Rossiya bozor ochiq. Bemalol sotsak bo'ladi. Zo'r biznes g'oya. Mana shu g'oya. Shuni taklif qilmoqchiman. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdinglar. Zo'r biznes g'oya, pashti 3 yil umrim ketdi deyaptilar. Bu narsa kelguncha mana tayyor ko'chat. Olasalar, shu tomorqa joylarga yoki mana shunaqangi quruq joy bo'lsa, ekasalar, birinchi yillar o'zida hosil olishni boshlagansizlar. To'rabek aka, bu adashmasam malina ko'chatlari bo'lsa kerak. Nima uchun ko'm qo'ygansizlar buni? Ko'm qo'yganimizning asosiy maqsad shu, hozir parkatda qorda, parkat tog'larda qor yoqqan shu. Tog'da shu qor eriguncha, bu yil bahor erta kelguncha ko'karib ketyapti-da. Shuning uchun biz buni tezroq ko'lab oldik-da, sal uxlatish uchun-da, ozgina amalda qolish uchun. Yer tayyor bo'lishda o'sha yoqqa borib ekishni boshlaymiz. Hozir ko'chatni yonidan shu ozginasini olib, boylab bu yoqqa qo'ygansizlar. Ko'm qo'yganmiz, tayyor qo'yganmiz. U yerda hozir yer tayyor bo'lishda hali qor etganda qor hali. Masalan, dehqon keladigan bo'lsa, sizdan dehqon malina ko'chatini oldi va bunga nima rasxodlar qilish kerak, nimalar kerak? O'sha bo'yicha qisqacha tushuntirib bersangiz. Bu to'g'ri, bu oson ish emas. Men o'zimdan qiyoslaydigan bo'lsam, bu oson ish emas ekan. Bu o'zim shu shartnomasini qilib, borib, olib kelib, bojxona to'lovlarini to'lab, buni tarbiyala qilguncha to'g'ri 3 yil vaqtim o'tib ketdi. 3 yil umr o'tdi-da bu. Bu ancha bu xarajatlar ham bo'ldi.
Почти siz hozir tayyor holda Ha, bu tayyor keltirib g'oyani hozir tayyorlab beryapman g'oyani. Ha. Tayyor g'oya. Ular odamlar hozir o'z chetga borib olib kelib o'tirmaydi. Xolasi olib kelsa. Endi misol uchun aytmoqchiman-da. Men shu qilgan o'sha tajribamni bular bilan bir o'rtoqlashmoqchiman-da. tayyor holatiga olib ko'chat, keltirib. mana tayyor ko'chat masalan. Shu agar ko'chatlarni shu bir sotiga o'rtacha bir 100 ta ko'chat ekadigan bo'lsa, 1 gektarga bir 8 ming 10 ming ta ko'chat eksa bo'ladi. Taxminan bir gektardan hosildorlik bir 10 tonna aytdim boya. 10 tonna, agar yaxshi qarasa 15 tonnagacha beradi bu. Hozircha shu kunlarda, mana shu oxirgi yillarda narxi yaxshi, baland narxi. Mana o'zimiz ham shu yerdan mevalarni 100 mingdan kam sotganimiz yo'q. Malinlar. Malin mevasi 100 mingdan Qaysi kam. paytda sotdingiz? 100 mingdan. 100 mingdan shu bular erta pishar navlar. Iyulni o'rtalaridan pishib boshladi. Iyun o'rtalaridan sovug'lar tushguncha terdiydi bu yerda. Keyin menga bu kelishimdan bu yoqqa asosiy maqsad nima edi bu yerda? Ustida mana ko'rasiz, salfalar bor edi. Bu salfalarni biz o'sha yoz o'sha bahor oylarida olib tashladik, chetga surib qo'ydik, surib qo'yib keyin sig'inlik kunlar boshlagandan keyin ko'rdinglar, o'zingiz setga berdik, sekin tortdik bu yoqqa. Setkani tortdik, saqlab turdik. Keyin kunlar salqinlar mo'tadlashgandan keyin yana shu setkani yana olib tashlab, keyin bu salfani yana tortdik, ustiga yopib qo'ydik. Sababi maqsad nima edi? Maqsad bundan hosilni ko'proq muddatga olish edi. Ana shunda biz isitmasdan turib mevasini pishirib oldik. Noyabr oylarigacha, mana o'tgan yili 2024-yili dekabrda ham terib yurgandik mana shu. O'zingizlar ko'rdinglar, dekabrda ham meva terib yurgan. Hello everyone. Today is the 11th of November 2024. As you see, here is a variety of raspberry Delniva. Sovuq kunda. Sovuq kunda terib yurganmiz. Bu dekabrda. sovuq ham uncha-muncha ta'sir qilmas ekan bunga. Buni mevasiga terish ham oson bo'ldi, terimchilar ham oyoq loy bo'lib ketmaydi. Mevasiga suv tushgani yo'q, hammasi yaltirab, chiroyli chiqdi. Daromad yana ham yaxshi bo'ldi kuzga borib. Narxlari yana ko'tarilib bordi. Hech kimda bo'lmagan paytda biz olib sotishga imkon bo'ldi. Parkatli dehqonlar bilan o'tgan ozgina eksperiment qilib ko'rgandik. Ular shundoq ekamiz. Bu natijasini ko'rishdi, yana o'zingiz kelib olib ketishyapti. Kelib olib ketishyapti. Katta joyga olib ketishyapti. Katta joy, hozir kamida o'tga bir yanglishmasam 2 gektar joyga eksa kerak, 2 gektar, 3 gektar joy ekamiz. Katta buni kesib turib ekamiz. Ha, bizni kesmoqchimiz. Ha, joyida sirazi kesib tashlab, joyida. Men 2024-yildan beri shu hamkorlar bilan ish qilib, Delniva ko'chatini olib ekdik Kumushkonga. Xudo xolasa yaxshi bo'lyapti. Mana 2025-yili olib ekkan edik biz. Mintub juda yaxshi hosil berdi, yaxshi o'rnashdi. Mana bu yil Xudo xolasa 7000 yana ko'chat olyapmiz, 7000 tub. Endi bundan biz hamkorlik qilmoqchimiz. Bundan buyog'i o'sha Kumushkonda hamkorlik. Bor ekan, bu yerimiz kichkinalik qilyapti hozir. Shuning uchun biz bular bilan hamkorlikka kelishib oldik. Bulardan yer, ish, bizlar ko'chat, o'rtada shuni hamkorlik qiladigan bo'lsak, hammaga manfaati bo'lsa deb o'ylayman. Yana kelishdik mana. O'tgan yil bir natijasini ko'rdingiz-a? Yo'qmi? O'tgan yilgi natija zo'r, a'lo darajada. Juda yaxshi, hosillari ham yaxshi bo'ldi. Issiq ko'targani yo'q, chunki bizada Kumushkonda havo salqin. Bundan haqiqatda endi birinchi yilni o'zida o'zini naqasini qopladi. Xarajatini qopladi lekin. Olib mana ekinglar, ko'ringlar sizlar ham bir. Shu rejamiz bor. Xo'p, u yerda Parkentda mana shunga o'xshagan Teplisami yoki Teplisa emas, o'ta ochiq joy. ochiq joy. Ular sharoiti ancha mo'tadilroq ekan, salqinroq ekan. Endi men ko'rdim, biz yopganimiz yo'q bunaqa setka bilan ustini yopganimiz yo'q. Shunda ham hosil berdi, lekin sepga yopish kerak. Sababi sal mevasi sal bo'lsa ham nima deydi, sifatliroq qilishimiz uchun ustini bari soya berishimiz kerak. Hop, bunga soya berish kerak, oziqlantirish kerak bo'ldi. Soya berish kerak, oziqlantirish kerak. Iyundan vaqtida buni eng katta bir dushmani bu o't ekan bu. Mana o't bilan kurash yurib juda charchadik. O'tda mana bir sizlar yaxshilab olganimiz uchun biz bunaqa gerbisid sepmaymiz bu yoqqa. Bularni eng katta dushmani bu o'rgimchak ekan. O'rgimchak vaqtida endi majburmiz uni emlab turmasak, o'sha o'rgimchakning o'zini fazalari bor, o'sha sepiladigan o'sha ozgina ximikatlari bor.
Faqat o'rgimchak kanaga sepamiz. O'sha ximikatini bo'ldi, boshqa narsa ko'rganim yo'q buni. Hamma ma'lumotlarni nima oziqlantirish kerak, nimadan himoya qilish kerak, hamma ma'lumotlarni berib keturasiz. Ha, u qo'limizdan kelgancha ma'lumot beramiz. Telefon qilishsin. Qilgan shu tajribalarimizni bo'lishamiz. Maqsadim aytganimdek, haligi bizga eng sifatli mahsulot kerak. Men shaxsan o'zimga sifatli mahsulot kerak. Sababi bozor kutib turibdi u yoqda meni. Mana shu dehqonlar birlashsa hamma mana shu sifatli mahsulot chiqarib yetishtirishga harakat qilib yetishtirib bersa, o'shani bir yig'ib keyin bemalol sotishga imkon bo'ladi. Maymunjon degan narsa bor. Maymunjon, u rus tilida yejivika deydi. Maymunjon nomi. Qora bu yejivika deydi. U ham olib kelinganda ekib ko'rdim, lekin u juda vaqtli pishdi-da o'sha sorti. Ha, vaqtli pishargan. Juda vaqtli pishdi. Xushxo'r bo'ldi. Hosillarga ham juda zo'r bo'ldi. Endi maqsadim hozir mana shu ko'chatdan bu yerdan chiqarib olsam, mana shu balki yarmini hammasi ko'chat yetguncha hozir ko'chat qilib qo'yman, shu yerga ekib olmoqchiman. Xona yarmi maymunjon, yarmi marina bo'ladi. Keyin uni ham keyin tavsiya beramiz. Yetishtirishga u ham juda yaxshi narsa ekan. Hurmatli obunachilar, mana ko'rdinglar. Bemalol mana biznes g'oyada nomerlarni yozib qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib, hamma to'liq ma'lumotlarni olib, foydalanib ko'rsanglar bo'ladi. Bu yana bitta mana Ali Baraka korxonasi, mana shaxsan sizga ham, rahbariyatingizga ham katta rahmat. Foydalandik, haligacha foydalanyapmiz. O'ylaymanki, biz hamkorligimiz hali to'xtamaydi. Xudo xolasa inshaalloh. Men tavsiya qilaman shu Ali Baraka bilan hamkorlik qilishinglarni. Mana bular setkalari bor, shu tomchilatib sug'orish sistemalari deydimi, shu filtrlarmi, hamma narsa shu orqada do'konligi bor. Kelsanglar, marhamat. Foydalansanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Xursandmiz sizlar bilan. Bu videoni issiqxona bilan shug'ullanadigan va tadbirkor akalarga tez jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa manfaatli video bo'lib qolardi.